akalar, sergeliga boruvdim. Mashinalarning savdosi sezilarli darajada tushib ketgan. Bozorda mashinalar narxi qimmat so'rab o'tirishibdi, o'shani hisobiga sotilmayapti. Sizlarga yaxshi narxga o'shani hisobini olib, mana shu Cobalt'ni ko'rsataman. 2024-yil 4-pakelikli metan gazlari bilan narxi $10,000 akalar. Nima deysizlar? O'zingizlarning fikringizni kommentariyga yozib ketinglar. Narx qimmatmi, arzonmi? Nech pul sotilyapti mashinalar? Mashinalarni nech pulga sotdinglar? Biz o'shalarning hisobini olib, o'zimizga ma'lumot olib, mashinalarni qo'yishda davom etamiz. Hozirlarga bitta salonlarni ko'rsatamiz. Mashinamizning salonlari. Bu mashinamizning mashinalarida torpedkalarda qirilib, chizilib ketgan joylari yo'q. Yaxshi monitorlar qo'yib qo'yilgan, yaxshi chexollar taqib qo'yilgan. Salonimizning orqasini ko'rsataman akalar. Salonimizning orqalar ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Hech qanaqa texnik ishi yo'q. Xudo xolasa olgan barakat haydaydi. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Pulbegi 100 ming yurgan mashina kraskalar top toza.